Bugungi darsimiz Excel mavzusining ikkinchi darsi. Diqqatli bo'lib o'tirasizlar. Bugun asosiy formulalar o'tamiz, ya'ni har doim yuklangan narsalarimiz bu. Windows tugmasini bosamiz va bu yerga Excel deb yozamizdan Excelga kirib olamiz. Excel ko'rishni ko'rsizlarmi? Hech ko'rsa, yaxshi ko'rsa, to'g'rimi? Shu daftarga kirib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Faqat 3 bola bor. 3 bola bor. Hmm. Hmm. Boshida asxobot ko'paydi, keyin birsi tak maktab. Qaranglar. Excel mavzulamizda bugun biza formuladan sum, average, minimal, maksimal degan 4 dona formula o'tamiz bugun. Yaxshi 5-inchisi bonus bo'lasizlar, lens degan narsani o'tib beraman. Lens degan nima degan inglizchada? Lens. L-E-N-G-H. Bilmaysizlarmi? Lens degan uzunlik degani. Instagram narsa. Qani boshladim. Men bu yerda yozishim uchun mana bir jadval kerak-da. Men bir jadval yozib boraman. Tilimni ruscha o'tiraman. Alt bilan shift bir vaqt o'zina boraman. O'zgaradi, to'g'rimi? Alt shift. Va bir shiftni bosib turib 3 bosadigan bo'lsam, yuqori bilasizlar ham, to'g'ri? Ism, familiya, masalan, yosh deyman, yana birsini o'zbekcha yozibman-da. Zamoniyada men baho deyin, to'g'rimi? Yozamiz. 1 1 2 deymandan shu ikkisini tanlab turib, mushak yozsam, tortsam yozib beradi, to'g'rimi? O'tgan darsda ko'rgan shunaqcha. Молодец. Bu yerga yozamiz, bu yerga. Yo'l. Rozi yo'l. Yo'qbek. Yana kim bor? Said. Saidmurod, okey. Uchun bosadi, to'g'rimi? Qaranglar. Men buni copy qilaman. Ctrl C. Qo'yish, Ctrl V. Va bu yerga yoshlarni yozaman, rozg'unchasi 14. 14. Ha, 13 mi? Okey, hep yozdim. Va bu yerga baho ko'p chiqarmagan. 5, 5, okey. 3, 4 deymiz. Bo'ladimi? Endi qaranglar. Men buni ustidan 2 marta bosadigan bo'lsam, menga chegara qo'yib beradi, to'g'rimi? O'ziga yarasha. Men endi buni hammasini tanlayman va ibn turib, select granitsani bosaman, to'g'rimi? Ancha vaqtlarda. Endi qaranglar, shu yosh va shu yosh ustida men endi amallar bajaraman. Sum funksiyasini ishlataman. Tilni ruscha o'tiraman. Nechun ruscha o'tiribman? Mani Excelim rus tilida. Sizlarning Excelingiz ingliz tilida bo'lsa, inglizcha kod yozasizlar. Ruscha bo'lsa, ruscha yozasizlar. Men ruscha bo'lsa, ruscha yozaman. Formulalar, qoidalar har doim teng bilan yoziladi. Tushunarlimi? Teng deyman va endi men yig'inda, ya'ni sum degani yig'inda degani. Hammasini qo'shib beradi. Men bir sum deb yozaman, qaranglar. U desam, уже menga taklif berdi. Sum yozyapmisan deb. Men tab tugmasini bosam, menga yozib berdimi? Qo'zg'alma yozib berdi. Men shu yoshi tanlab olaman. E3gachadan E5gacha. E3dan E5gacha, to'g'rimi? Va endi enter tugmasini bossam, menga aytdi, qo'shib berdi, pulni emas, qo'shib berdi. 14 14 qo'shdi. Va men qo'shdim. Men nima tanladim, qaranglar? 14 14 13 tanladim. Jami yig'indisi 1 ekan. Bir Saidmurod yo'q. Yo'q, Nurmuhammad Yamin. Bo'ldi, Saidmurod o'zi. Ha. 4 bosadi. Soat 11, hozir 10da keladi u. Qaranglar. Endi o'rtacha qiymat degan narsa bor. O'rtacha qiymat necha deb hisoblanadi sizlarga savol aytaman. Masalan, hozir 3 sizlar bormi? Masalan, tasavvur 3 sizlar. Chin yoshim qo'shaman. Necha? 41, to'g'rimi? 3 bo'lganlaringiz uchun shu 1 3 ga bo'laman. Bunda o'rtacha qiymatlar kelib chiqadi. Tushunarmi? Buning uchun o'rtacha deyman. Va endi qaranglar. Buning uchun average degan narsa formulamiz bor, inglizchasi. Ruschasi bo'lsa nima bo'ladi? Sr значение degan narsa bor. Средний значение.
Ben bunu yine tellayman da enter bassam, qaranglar 13,6 çıkardı. Sizlerin iş ortaça yoşlarınız 13,6 eken. Doğru mu? Şu narsa. İbu 41 yığıntısını çıkarıp berdi, doğru mu? İbu ortaçasını çıkarıp berdi. Sredniy значение. Keyin qaranglar, men ruschasini, inglizchasini neda olaman desangizlar, bizda sayt bor, doğru mu? Men saytning linkini guruham tashlab qo'yibman. Bir de inglizcha, bir de ruscha bo'lgan har xil kodlar bor. Masalan, qaranglar, hozir average ishlatyapman men. A yuqorida bo'lmadi. Average desa qaranglar. Average. Nimaga? Sredniy значимо, sirni значмо ko'pmi? Men siz uchun sredniy значмо yozdim. Sizlar average yozasizlar. Agar inglizcha bo'lsa Excel'larningiz. Tushunarlimi? Endi qaranglar, minimal, maksimal degan narsa bor. Minimal nima, maksimal nima sizlar savol? Yo'q, minimal eng pasti, maksimal eng tepasi. Men bir yozaman. Tak. Teng deyman, min deymanda, qaranglar. Min tab bosaman, buni tanlayman. Va enter bossam, eng kichisi 13 ekan. Deb max deyman. Teng max. Tanlayman. Enter bosaman. Eng kattasi 14 ekan, to'g'rimi? Agarda men bir qaranglar. 50, 60, 70, 80, 90 deb yozadan bo'lsam-dan. Uni ichiga turib, E5 yozildi, to'g'rimi? Bu 90-chi E10 bu. To'g'rimi? Men shuni E10 ni o'zgartiradigan bo'lsam, hammasini tanladimmi? Endi buni bosadigan bo'lsam, eng kattasi 90 ekan. Buni ham E10 qilib beradigan bo'lsak, eng kichigi 13 ekan. Tushunarlimi? O'shatib o'zgartirsangiz bo'ladi. Agar men buni raqamini o'zgartiradigan bo'lsam, bu sразу o'zgaradi. Aslida ikkita ham o'zgaradi. Ko'rdingmi? Men bu yerda o'zgartirib boraveraman, bular ham o'zgarib boraveradi. Chunki bizda formulasi ko'p bo'lsin. Yetib boradi, to'g'rimi? Demak, yig'inda o'rtacha, minimal, min, max degan narsalar o'tdik. Endi sizlar qo'shimcha metallar bilan ishlashimiz uchun lens degan narsa bor, ya'ni len degan formula. Len degani qaranglar. Inglizchasi len shu. Len topamiz shundan. Ya len. Dili strana deydi, ya'ni длинная strana deydi. Qatorning uzunligi degan ma'noni bildiradi bu. Длинная strana. Tushunarlimi? Sizlar len deysizlar, men dili strana deyman ruscha bo'lgani uchun. Agar sizlar ruscha bo'lsa, sizlar dili strana deysizlar. Dili str deyman. Men masalan shu ro'zg'ordan tutamandan enter bosaman. Men 8 chiqib berdi. O, endi 8. Ro'zg'or degan so'zdagi simvollar soni masalan r, a, tutib belgilanib bir olmagan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutib belgilangan ham hisobga kiradi. Qarang endi, men ro'zg'or mandan shunga kelaman, qarang. Nomni o'zgartiraman. Familiyang nima? Endi enter bosaman, ko'rish mumkin, 20 yil o'zgardi avtomatik. Tushunarlimi? Men ibrat qarang, lekin shu narsa bor. Men shu bir dona probel qo'ydim-ku, problem o'zgaradi bu yerda. Har bir demak yozilgan narsa nima hisobga ketib boraveradi. Len degan narsa. Yetib bordimi shu yerga? Tushunarli bo'ldimi? Demak, bugungi darsimizda 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni 5 dona formula o'tibmiz. Buni adi len. Ya'ni uzunlik. Tushunarlimi? Shu 5 dona formulani yozib olasalar, yodlaysizlar. Men bu narsani imtihondan ham so'rayman, har darsa so'rayman, har darsa o'tiradi bu narsa. Hozir Excel asosida qaranglar, endi sizlarga yana bir narsa. Kimdadir hozir Excel ishlamasligi mumkin, srok o'tgan bo'lishi mumkin. Ayrimlar VPSga kiradi. Ya'ni VPS bilasizlar, to'g'rimi? VPSga kiradi. Yokida Chrome'a kiramiz. Chrome demanda. Qaysidir akkaunt bo'lgan bo'lsa, shunga kirasizlar. Bu yerda plus bosasizlar, qarang. Nima qarang? Google Apps deydi, to'g'rimi? Shu tugmani bosasizlar va bu yerdan Google Sheets'a bosasizlar. Ya'ni bu onlayn Excel hisoblanadi. Google Sheets'a kirasizlar va bu yerdan blank spreadsheet degan narsa bor. Shunga bosib turib, bu yerdan ham xuddi shu narsani ishlatishingiz mumkin. Yo'shingiz mumkin, men Excel'im bu yerda ingliz tilida ekan. Tushunarlimi? Bu yaxshiroq. Buni AI bor, ya'ni sun'iy intellekt bor. Sizlar o'zi avtomatik taklif berib, ishlashga yordam beradi. Tushunarlimi? Esa shunda ishlashni boshlayinglar. Men zapis o'chirib tashlab beraman.